Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va mening yangigina videomga xush kelibsizlar. Xo'p, obunachilar, tashqariga chiqyapman. Mana tashqarini ko'rib turibsizlar. Hamma yo'q, qanaqadir g'alati. Bu uyda menimcha bizning tomorqamizda suvlar, o'sha ekinlar yo'q va quduqda suv bor ekan. Menimcha mana bu uyda ham hozircha ta'mirlashyapti. O'shaning uchun jitellar o'sha yerda. Uyga kiraman va xo'p, nima qilsam bo'ladi ekan obunachilar? Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar va men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, obunachilar, unda biz hozir nimadir qilamiz. Hozir nima qilishim mumkin? Tashqariga chiqib, bu yoqqa qaraymiz. Jitellar bor ekan bu yerda. Gulni uzib qo'yamiz, bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Tak. Va hozircha mana bu uy ham uncha bitmabdi hali obunachilar. Agrodlarimiz tartibsiz desa ham bo'ladi. Yo'q, umuman yo'q. Bu yerga nimaga bunaqa qilishibdi Jitildan so'rayman. Salom Jitil, qalaysan, yaxshimisan? Nimaga bu yerga ham bunaqa gilamchalar to'shab qo'yishibdi? Kompot, salom, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi, savolimga javob bersang. Короче, bu yerga prezident va aqllar kerak ekan. Chunki bu yerda yangi qishlog'imizga admin tayinlash. Yangi admin saylashmoqchi ekan. O'sha uchun prezident kelar ekan. O'sha uchun qilib qo'yganmiz. Ha. Yana qanaqa prezident? Minecraft prezidenti, obunachilar, Minecraft prezidenti. Mayli. Hozircha men olmam olaman. Yeb turishga bo'laveradi. Tak. Qanday go'zal yomay o'tishib ketdi. Qanday go'zal bu olam, bir qarang. Qanday go'zal bu olam, bir qarang. Jitellar, tezroq safga turinglar. Politsiya keldi. Vaqtlar. Yo'mayo, nimani o'zi bu? Yo'mayo. Qani hozir qaraychi men orqamga. Qaraychi, kim kelibdi ekan? Qani borib ko'ramiz obunachilar, davay. Yo'mayo, nahotki bu prezident kelgan bo'lsalar? Yo'mayo. Tak. Xo'p, qaranglar, hozir buni qo'yib olamiz. Men bu yoqqa eshik yopib olay va boraman. Xo'p, jitellar, qalaysizlar? Tak. Kim bu yerda admin bo'lmoqchi? 13-qishloqqa admin tayinlab ketaman. Tezroq chiqinglar. Kompot, sen chiq, tezroq bo'l, sen bo'lasan. Yo'mayo, qanaqa men? Yo'q, hamma rozimi? Chiqaver. Kompot, sen bo'lishing kerak unda. Saylovda 13-qishloqqa seni admin qilib e'lon qilaman. Hamma eshitib olsin, bu Kompot 13-qishloqda Minecraft admini. Bo'ldimi? Yo'mayo, prezident rostdanmi? Rostdan gapiryapsizmi? Shunaqa gaplaringizni o'ylab gapiryapsizmi? Dada, o'ylab gapiryapman, Kompot. Meni hamma rozi bo'ldi, to'g'rimi? Dada, hamma rozi. Unda Kompot o'sha admin Minecraft, ya'ni 13-qishloq admin uzr. What the fuck? Rostdan prezident, men ishongim kelmayapti bunga. Men admin qildingizmi? Yo'mayo, rahmat. Kattakon rahmat va men siz ishonchingizni albatta oqlayman. Rahmat, lekin dushi. Kompot, xursand bo'lishga shoshilma. Adminlik juda qiyin vazifa. Sen o'ylasang, bilmadim. Bo'ldi, ishonchingizni oqlayman. Rahmat, juda ham rahmat. Xo'p, jitellar, ko'ryapsizlar, Minecraft admini bo'ldim. Ya'ni 13-qishloq admini bo'ldim men. Tabriklayman, ukam.
Qanaqa ukam mani adminga hurmatsizlik. Tak. Minecraftda men admin bo'ldim. Obunachilar, yo-mayo, ishongim kelmayapti. Qanaqasiga yo-mayo, shuncha aholi turib, jetel turib, nimaga meni tanlashdi ekan obunachilar? Bilmadim obunachilar, qiziq. Lekin men o'ta xursand bo'lib ketyapman. Judayam yaxshi ketyapti hozircha ishimiz. Vau, obunachilar, men rosa xursandman. Tak, mana prezident ham ketibdi va uni охраналар, politsiyalar ham ketibdi. Men Minecraft adminiman obunachilar. Birinchi navbatda men kreativga o'tib olamanda. Mana bu qishloq narsalarni to'g'rilab olishim kerak obunachilar. Qaranglar endi. Tak. Mana shu yerga o'tamiz boshqa joyga. Tak. Xo'p, hozir bo'lmas obunachilar, orqada qolib ketmamchi. Mana shuni olaman va o'zimga, chunki menga takkoy yurish yarashadi. Obunachilar qaranglar, Minecraft adminiga o'xshab yurishim kerak. Hozir endi mana bu polizdagi narsalarni to'g'rilab qo'yamiz asta-sekinlik bilan. Chunki men Minecraft adminiman, to'g'rimi qishloqi? Aynan, so'z. Mana bu yerga ham suvdan to'ldirib qo'yamiz. Yaxshi. Mana bu yerga ham qo'yamiz. Men Minecraft adminiman, axir obunachilar, Minecraft admini. Bu admin degani Minecraftda hamma narsani qila oladigan deyarli. Shunaqa obunachilar. Hacker-paykerlar bo'lsa, o'shani banga tiqib, admin banga tiqadi-yu. O'shanaqa qilaman-da, короче. Yaxshi ketyapti hozircha obunachilar. Bu yerga ham uch-uch ekinlarni ekib qo'ysu, normalniy bo'ladi obunachilar. Tak. Bu yerlarni ham to'g'rilab olaylik obunachilar. Yaxshi, buni ham bundoq qilib qo'yamiz, bundoq qilamiz. Chut bo'ldi. Bularni ham buzib qo'yamiz. Buni ham olamiz. Bularni ham olib tashlaymiz. Bu yerdan bizga nimaga kerak? To'g'rimi obunachilar? Davay. Buni ham olib qo'yamiz. Buni ham to'g'rilab, tekskina qilib, chiroyli qilib qo'yamiz obunachilar. Bularni ham olib qo'yamiz. Bizga Minecraft adminiman. Bu narsa bizga hozircha kerak emas. Let's go. Unda tak. Mana shularni aytib qo'yaman, buzib. Chut shetelni o'zi ham kelib, boshqa safar to'g'rilab oladi obunachilar. Davay. Hozir bularni yig'ishtirib olaman. Tak. Yaxshi. Tez yig'ishtirib olish kerak bularni. Axir men Minecraft adminiman obunachilar. Minecraft adminiga hurmatsizlik qilgan qishloqi yoki jetel banga qo'yaman. Jonsalam. Bo'ldi, so'yskan. Tak. Endi bularni ham qizil qilib chiqamiz. Ostini yumshoqqina bo'ladi, yaxshi issiqqina bo'ladi. Bularni ham aytib qo'yamiz. Shundoq to'g'rilab qizilga bo'ldi ana. Tak, endi men hozircha menga deraza kerak. Derazalari ham yo'q bu bechorani. Shunday qo'yib chiqamiz. Oqidan bu yerni ham qo'yib chiqamiz. Eshik kerak. Hozir eshik ham mana. Oddiy eshik qo'ymayman, obunachilar, bilasizlar. Men kodli eshik qo'yaman. Ana bo'ldi obunachilar. Endi tak, sandiq, versak, pechka, yotoq, shunaqa narsalar kerak. Bu yerga tak, bunaqa. Tak, bu yerga qo'yamiz. Ana, chotki bo'ldi. Obunachi, takkoy. Bu yerga sandiqlarni terib qo'yamiz. Bu yerga tak, hozir yoniga yana bitta sandiqlarni terib qo'yamiz. Xo'p. Mana shu yoqqa teramiz sandiqlarni. Endi menga obunachilar, tak, obunachilar. Endi bu yerga esa hozir izlayotgan narsani topolmayapman-da obunachilar. Tak. Mana obunachilar, mana pastda. Xo'p, mana shu qaysini olsam ekan? Mana shuni olaman. Mana shu yerga kitob jonlarni terib chiqamiz. Yaxshi bo'ldi. Endi yana nimadir olishim, mana topdim. Mana shu yerga tepasiga qo'yib chiqamiz buni. Xo'p, bu yerni hozir bu yerga esa menga hozir chiroq kerak bo'ladi. Ana 100%.
Xo'p, bu yerga esa verstakni esdan chiqarmaymiz. Pastga verstak qo'yamiz. Chiroyli takoy turadi. Eshikni ham o'rab mana shu yerga qo'yamiz. Bu yerga esa hozir bunaqa narsa qo'yamiz. Hozir men stilda qilyapman-da, menimcha stilni qilyapman. Buni yana endi mana bu yerga qo'yamiz. Gul. Zo'r bo'ldi. 1 2 3 kodi. Ana yopib qo'yamiz. Hozir mana bu yerga obunachilar dahshat bo'ldi. Uyim qaranglar. Uyim emas, qurib berdim-da. Endi Minecraft adminiman. Tak. Ana bunday qilib qo'yamiz. Minecraft adminiman axir obunachilar. Xo'p. Mana ishimiz ham chokki bo'ldi. Agar kim shu yergacha ko'rgan bo'lsa videoni, kommentariyada kompot silada yozib qoldiringlar. Davaydi hammaga xayr.